Ishi yurishmay qolgan biznesmen pul topish uchun 16 yoshli qizini boyiga sotib yubordi. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. David. Lea ismli 16 yoshli qiz otasining biznes uchrashuvi uchun u bilan birga Orol shahriga tashrif buyuradi. U yirik kompaniyaning bosh direktori, shuning uchun qizi bilan birga tez-tez boshqa shaharlarga sayohatga chiqardi. Ertalab Lea otasi Robertdan nima qilayotganini so'raydi va u bugungi uchrashuvga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Bu shartnoma uning kompaniyasi uchun katta ahamiyatga egaligini ham qo'shimcha qiladi. Lea bu uchrashuvga otasi bilan birga borishni xohlaydi, ammo Robert rad etdi, hali yoshlik qilasan deb. Qiz otasidan, agar O'zbekistonga Kamol akamning yoniga qochib ketsam nima qilasiz deb so'raydi. Robert esa qiziga, Kamol senda ishtonsiz qizlarni yoqtirmaydi deb xonadan chiqib ketdi. Otasi ketgandan so'ng Lea dushda qo'li bilan birga bir jang qildi va kiyimlarini kiyib xonadan chiqdi va bir nechta chortoq suvini olib xonasiga qaytmoqda. O'rta yoshli erkak liftga kirib qavatni tanlayotganda Leaning egizaklariga qo'li tegib ketdi. Leaning bo'yni oppoqqina va saqish chaynamoqda. Erkak esa uning bo'ynidan zasos qo'yishni xayol qilib termilib turaveradi va liftdan chiqayotganda qiz ham unga ko'zini suzyapti. Lea xonaga qaytganda Robert allaqachon shu yerda. U qizidan g'azablangan, xonadan chiqma desa ham chiqqani uchun otasidan kechirim so'raydi. Robert esa uni yupatib, yagona oilasi qizi ekanini aytmoqda. Ota qizini kechki ovqatga olib bormoqchi va uni biznesmen ayollarga o'xshatib kiyintirib, boshqa kompaniya bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvga olib keldi. Ota va qiz uchrashuvga kelib Kristian ismli odam bilan uchrashishadi. Ma'lum bo'lishicha, u Robertning tanishi va katta kompaniyaning bosh menejeri va qizam liftdagi ko'z o'ynoqini darhol taniydi. Robert Krisdan yolg'iz gaplashib olishni so'raydi. Lea esa bu vaqtda ziyofatdagi boshqa odamlar bilan tanishmoqda. Robert va Kris bahslashayotganini payqagan qiz shuni sezdiki, Kris otasidan nimadir so'radi va yo'q javobini olgach chiqib ketdi. Otasi xafadek ko'rinmoqda va Lea undan nima bo'lganini so'raydi. Erkak unga, agar shartnoma tuzilganda boyib ketardik, GMdan Malibu 2 olardik deydi. Bundan ko'rinib turibdiki, ular kelisha olmagan. Xafa bo'lgan otasini ko'rgan Lea mehmonxonadan chiqqanda zinada shashonchasini muzlatib o'tirgan Krisni ko'radi. U qizdan shahar yoqdimi deb so'raganda, Lea bu yerda ko'rishga arzigulik biror narsa ham yo'q deb javob berdi. Kris esa unga, ko'rishga arziydigan narsa seni yubkangni ichida pishib yotibdi deb xushomad qilib sharifi bilan o'rab qo'ydi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Erkak qizdan qayerlik ekanini so'raydi. Leaning so'zlariga ko'ra esa uning aniq bir yashaydigan joyi yo'q. Chunki darbadar otasi doim ishini bahona qilib qizini u shahardan bu shaharga olib yurardi, lekin uning asli tug'ilgan joyi Shveysariya. Qiz mehmonxonaga qaytdi va Kristian bilan otasining shartnomasi haqida muhokama boshlanganda Lea ularning orasida tomosha qilmoqda. To'satdan qariya Leaning oppoqqina sonini silashni boshlaydi. Qiz esa birinchi marta silatayotgani uchun hayajonlanib ketib, stakandan suv ichdi. Yig'ilishdan so'ng Lea o'zini boshqacha his qilishni boshlaydi. Chunki otasi tengi odamdan unga bunday qilishini kutmagandi, lekin negadir xursand. Qiz xonaga qaytmoqchi, ammo otasi uni ziyofatga olib keldi va Robert barmenning yonida ichimlik ichayotganda Kris Leani raqsga taklif qiladi. U biroz ikkilandi-yu, lekin rozi bo'ldi va birozdan so'ng otasini ham raqsga chaqirmoqda, ammo rad etdi. Lea bundan hayratda, chunki otasi hech qachon unga bunchalik erkinlik bermagan. Kris bu paytda Leaga juda ham yaqinlashib, ishqalanish qonunini amalda sinab ko'rmoqda. Qiz otasidan ko'zini uzgani yo'q, ammo Robert boshqa ayollar bilan aroqxo'rlik qilib qizga e'tibor ham bermaydi. Lea yana hayratda, chunki otasi ilgari qattiq qo'l edi va qiziga begonalar bilan gaplashishga umuman ruxsat bermagan. Qizning bu gapida jon bor, chunki bir paytlar Lea bilan charxpalakning ustida o'pishayotganimda otasiga milsa yozib bergani haromi. Kris isqirt qizni o'pishni boshlaydi. Otasi esa buni ko'rib, sekingina bardan chiqib ketdi. Ko'rinib turibdiki, bu takasoqol qizini Krisga sotgan. Shundan so'ng Kris Leani bardan olib chiqib o'z xonasiga olib keladi va qiz 50 gram ichgandan so'ng nafas olishi tezlashib, yuragi tez ura boshlaydi.
Kris orqasidan kelib bo'ynidan o'pishni boshlaganda, qiz unga hech narsani tushunmayotganini aytib, "Men hali 16 yoshman" deydi. Krisga ayni paytda yoshi 16 mi, 36 mi, umuman farqi yo'q va 5 sekund oqizib qo'ydi, burnining shillig'ini aytyapman. Va qiz esa 5 sekund qanday o'tdi, nima bo'ldi, umuman sezganim yo'q. U biroz vaqt o'tib o'ziga kelib olgandan so'ng ziyofatga qaytib, otasini Kris bilan gaplashayotganini ko'radi va ular juda ham xursand edi. Robert yoniga kelganda u hamkorlari bilan ichib, sekingina qizining qulog'iga shartnoma imzolanganini aytdi. Lea va nihoyat tushunib yetdi, otasi shartnomani imzolash uchun undan foydalangan. Qiz Krisga qaraydi, u esa ko'zini olib qochyapti 5 sekundga yaramagani uchun. Keyin qiz otasini olqishlab, "Sen o'z manfaating uchun qizingni sotding" deb hammaning yonida baqiradi. Robert esa unga xonaga qaytishni buyurmoqda, biroq qiz Robertning ko'z o'ngida Krisni o'pdi. Erkak esa shuncha hamkorining yonida sharmanda bo'lib ko'chaga chiqib ketdi. Lea taksi chaqirib ketmoqchi bo'lganda, Robert uni to'xtatishga harakat qilmoqda. Leaning esa jahli chiqib uni itarib yubordi. Qiz yig'lashni boshlaydi, otasi esa uni yupatishga harakat qiladi, lekin Lea otasidan bunday pastkashlikni kutmagandi. U unga ertaga Daniyaga qaytishini aytadi va izimdan kelma deydi. Taka soqol esa unga "Sen mening yagona oilamsan" deganda, Lea "Senday it bilan bir oiladan emasman" deb mashinaga o'tirib shahardan chiqib ketdi. Leani endi taqdiri nima bo'ldi deb so'rashingiz mumkin. Teshik ko'lchak ko'chada qolmas, ko'chada qolsa kimlar olmas degan maqol bor, lekin Leaga buni aloqasi yo'q. Bilmasam tirikchilik qilib yurgandirdi, mendan nima so'raysizlar? Agar shu videoda 30 mingta layk bo'lsa, qo'shnimizning sigirini so'yib yeyman. Film va video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.